Assalomu alaykum. Planeta 312 ni ko'ruvchi jarayonlar. Biz 2019-yili Ritejeni bir akam Dilshod akam topib bergan. Dilshod akam uning orqasidan kvartira olib, o'zlari olishgandan keyin bizga rekomendatsiya qilishgan. 2019-yili biz Lyubertsidan 2 komnatali kvartirasini oldik. 4 million pulga. Riteja bizga hamma yo'l yo'rig'ini ko'rsatib bergan. 2019-yil 4 million olgan summamiz mana 2022-yili hozir mana kvartiramiz 8 millionga deta turadi. Bizda kichkina ошибка bo'lib 2021-yili страховка to'lamasdan qolinib bizi protsentni stavka повышать bo'lib 14 ga ko'tarilib ketdi. O'zi 975 edi. O'shunga hozir mana qaytadan yana o'sha Ritejega nima qilib mana boshqalardan refinansirovание qilib Sberbankka сделка qilib mana 10 ga tushirib berdi tag'in Riteja. Rahmat, aqcha plus bizga do'p summa degan nimasi bor ekan. Дополнительный summa uyda nimasidan tashqari yana 1 million 600 ming наличие puli olib berdi. Ritejaga rahmat. Bu Planeta 312 ni ko'rayotgan jarayonlar bu yolg'on emas bu. Agar planlaring bo'lsa, Rossiyada yashayman desalaring, abrashatsa qilib, gaplashib, uyda harakatini qilsa bo'ladi. Nima vaproslaring bo'lsa, zvonok qilsalaring, объяснить qilishadi. O'zimizda bolalar, hammasi yaxshi bolalar. Nima so'roq savollaring bo'lsa, zvonok qilib gaplashishlaring mumkin.